Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en isil mediheler, alemlerinin yaratkuchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növette huzurunlağa İslam Aqideler namlı kitapının davamını sunumuz. İbadetning dairesi. İbadetning türleri qaysılar? İbadetning türleri intayin köp bulup, İslamda ibadetning dairesi intayin keng. İbadet birinciden bir bütün İslam dinini ve hayatning hamma taraflarini öz ichiga oladi. İkinciden insonning ichki ve tashqi faoliyatlarining hammani öz ichiga oladi. Bularning tafsiloti tövendikçe. Birinchi, İbadetning bir bütün İslam dinini öz ichiga olganligi. Shayxul İslam İbn Taymiyya ibadetning nima ekanligi ve onun nimalarni öz ichiga oladiganligi to'g'riliq so'ralganida mundaq deb javob berdi. İbadet Allah yoqtiradigan ve razı bo'ladigan har qanday so'z harakat ve qalbning amallarini öz ichiga olgan bir ismdir. Namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish, rost so'zlash, omonatni ado qilish, ota-onaga yaxshilik qilish, tuqqanlarga sil rahim qilish, va'daga vafo qilish, amri ma'ruf va nasihat qilish, Allohning yo'lida jihad qilish, bilim elish, qo'shnilarga, yetimlarga yaxshilik qilish, duo qilish, Qur'on o'qish, Alloh taologa va payg'ambar alayhisalomga muhabbat va ixlos qilish, Alloh taologa tavakkul qilish, Alloh taoloning rahmatidan umid kutib, azobidan hazar qilish, balo qazoga rozi bo'lish qatorliqlarning hammasi ibodat turiga kiradi. Xulos qilganda din demak ibodat demakdir. Ikkinchi, ibodatning hayotning hamma taraflarini o'z ichiga oladiganligi. Ibodat adnosi odatlik yeyish ichish va o'ltirish qo'pish qoidalaridan boshlab yuqorisi davlat siyosati va davlatning boshqa allar bilan bo'lgan aloqa qilish usullarigacha bo'lgan bir butun qoida tartiblarning hammani o'z ichiga oladi. Yuqorqi faoliyatlar to'g'ri niyat bilan musulmondan sodir bo'lgan ekan, ular toat ibodat qatoridan o'rin oladi. Uningdan boshqa foydali bo'lgan ijtimoiy faoliyatlar va halol rizq hosil qilish uchun ishlash niyatning durust bo'lish sharti bilan ibodat qatoriga kiradi. Birli Sura Baqarada musulmonlarga buyurilgan qisos, vasiyat, ro'za, namoz, jihad qatorliq o'xshash bo'lmagan ibodatlarning sizlarga farz qilindi degan bir xil ibora bilan bayon qilinganligidan shu haqiqat oshkor bo'ladiki, ko'plagan musulmonlar ibodat so'zidan faqat namoz, ro'za, zakot va haj qatorliq 5 cho'ng ibodatni tushunadi. Ular ibodatning axloq, qoida yusun, muomala ishlari, qonun prinsip va boshqalarning o'z ichiga olganligini his qilmaydi. Ibodat hargiz yuqorqi 5 cho'ng ibodat bilan cheklanib qolmaydi. Ularni bajo keltirgan kishi Alloh taolo buyurgan ibodatlarning hammani ado qilgan bo'lmaydi. Balki bu 5 cho'ng ibodat islomning qurilishidagi asosiy ibodatlar bo'lsa-mu, yana ular Alloh taolo buyurgan ibodatlarning bir qismidir. Hammasi emas. Üçüncü, ibadetin insanın ichki ve tashqi faoliyatlarining hamma taraflarini o'z ichiga oladiganligi. İslam dinidagi ibodatlar dinning va turmushning hamma taraflarini o'z ichiga olgandek, insonning ichki va tashqi faoliyatlarining hammani o'z ichiga oladi. Musulmon kishi Alloh taologa tafakkur qilish bilan, qalbi bilan, quloqi bilan, ko'zi bilan va boshqa hissiy a'zolari bilan, butun badani bilan, pul meli bilan, jinini pido qilish bilan, yurtidan ayrilish bilan ibodat qiladi. Ibodat qilish yo'llari. Birinchi, tafakkur bilan ibodat qilish. Tafakkur bilan ibodat qilish osmon va zimindagi Alloh taoloning maxluqotlari, insonning o'z zotidagi Alloh taoloning kamoli qudratlarini ko'rsatadigan alomatlar ustida fikr yurgizib mulohiza qilish orqali Alloh taoloning kamoli qudratlari ve güzel sanatlarını tonish demektir. Qur'oni Karimda tafakkur qilish va aqlni ishlatishga chaqirgan oyatlar intayin ko'pdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Va fil ardi ayatun lil muqinin va fi anfusikum afala tubsirun."
ya'ni zaminda va o'zinglarda Allohga chin ishonguvchilar uchun Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Uni ko'rmamsizlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan ekan: bir soatlik tafakkur bir kecha uxlamay namoz o'qigandan afzaldir. Ikkinchi, qalb bilan ibodat qilish. Qalb bilan ibodat qilish hissiyot va tuyg'ular bilan bo'ladi. Alloh va uning payg'ambarini suyish, ixlos qilish, Alloh taologa taqvolik qilish, uning yordami va rahmatidan umid kutish, g'azabiga uchrashdan hazar qilish, uning hukmiga va taqsimotiga rozi bo'lish, ne'matlarga shukr qilish, uningga tavakkul qilish, Alloh qazoga sabr qilish qatorliqlarning hammasi qalbning ibodatlaridandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ya'ni ular faqat haq diniga e'tiqod qilgan holda ibodatni xolis Allohga qilishga buyurildi. 3. Til bilan ibodat qilish. Til bilan ibodat qilish, Qur'on o'qish, Alloh taologa hamd sano etish, uningga tasbih etish, duo qilish, takbir, tahlil etish bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Ya'ni ey iymon etganlar, Allohni ko'p yod qilinglar. Uningga atigan aqshamda tasbih etinglar. 4. Badan bilan ibodat qilish. Badan bilan ibodat qilish badanning harakati yoki badanning lazzatlaridan vaqtlik voz kechish orqali bo'ladi. Masalan, Ramazonda ro'za tutganda badanning lazzatlari va nafsining havaslaridan voz kechganga, namoz o'qiganda butun badanning ishtirok qilganiga va haj qilganda badanning yo'l va issiq azobiga bardoshlik berganiga o'xshash ibodatlardir. Bu yerdagi badandan maqsad insonning moddiy jismida bo'lmasdan, balki uning aqli, tili, qalbi va boshqa organlardan iborat bir butun vujudi demakdir. 5. Pul mol bilan ibodat qilish. Pul mol bilan ibodat qilish, zakot, sadiqa berish, hojatmandlarga xayr ihson qilish, ilm tahsil qilish va haj umri uchun pul mol sarf qilish deganlikdir. 6. Jonni pido qilish bilan ibodat qilish. Jonni pido qilish bilan ibodat qilish, Allohning yo'lida jihad qilish, islom da'vatini tashviq qilish va haqiqatni qo'g'dash yo'lida jonni pido qilish bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: İnnemal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yaghtabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Ya'ni shubhisizki haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchilardir. 7. Vatandan ayrilish bilan ibodat qilish. Vatandan ayrilish bilan ibodat qilish, jihad, haj, umra va ilm tahsil qilish yo'lida vatandan ayrilish demakdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yani ularning har bir jamoasidan bir turkumi jihodga chiqib, yana bir turkumi qavmiga qaytib kelganda yomon ishlardan hazar qilsin deb ularni ogohlantirish maqsadida dinda olim bo'lish uchun o'qishga atlansa bo'lmamdi. Ya'ni ilm tahsil qilish uchun chiqish butun musulmonlarning ustida farz kifoya bo'lib, bir turkum kishilarning uni o'rinlashi bilan bu farz ado topadi. Alloh taologa ibodat qilishning siri. Alloh taologa nima uchun ibodat qilamiz? Bandalarning qilgan ibodatlardan Alloh taologa hech bir foyda yetmaydi. Ibodatdan yuz o'rganlarning osiyliklaridanmi Alloh taologa hech bir ziyon yetmaydi. Chunki Alloh taolo butun maxluqotlardan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Hamma Alloh taologa muhtojdir. Alloh taolo shunday hikmatli ish qiluvchi zotki, u insonlarni foydasiz va hikmatsiz ishlarga buyurmaydi. Balki ularning o'zlari uchun yaxshilik va foydali bo'ladigan ishlarga buyuradi.
İbadetlerning foydasi faqat insonlarning o'zlari uchundir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizning yuqorqi savollarimizga Sulaymon alayhisalomning tili orqali mundoq deb javob berdi. Hada min fadli robbi liyabluwani ashkuru am akfur. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Yani bu Rabbimning fazli karimi bo'lib, shukr qilamdim yoki tuzkorlik qilamdim, uning bilan meni sinash uchundir. Kimki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkorlik qiladi ekan, shuni bilsinki, Rabbimning hech narsaga ehtiyoji yo'qdir. U ko'p ato ihson egasidir. Allah Teala yana mundaq deydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yani biz Luqmonga haqiqatan hikmatni ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgin. Kimki shukr qiladi ekan, o'z uchun shukr qilgan bo'ladi. Kimki tuzkorlik qiladi ekan, shuni bilsinki, Alloh hammadan behojatdir. Madihiyaga loyiqdir. Alloh taologa qandoq ibodat qilish kerak? Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilib, ular ko'rsatgan bo'yicha ibodat qilish kerak. Alloh taolo bu haqda mundoq deydi. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasul va la tubtilu a'malakum. Yani ey iymon etganlar, Allohga itoat qilinglar. Payg'ambarga itoat qilinglar. Amalinglarni osiylik qilish bilan bekor qilib o'tmanglar. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Kimki amalini bizning dinimizda ko'rsatilgan bo'yicha qilmaydi ekan, uning qilgan amallari bekordir.